baraka sahrda emas, ya'ni shakarda emas. Bir kishi shaxsiy rivojlanish to'g'risida 30 kun o'ziga challenge qo'ydi, ya'ni shakar iste'mol qilmayman dedi. Bo'lmasa kerak, hamma narsa o'zi shirinliklardan iborat, shakar hamma narsaga qo'shilgan, eplay olmasa kerak degandim. Bugun o'zimga 40 kunlik challenge e'lon qilib qo'yganman. Shu 10 kuni ortda qoldi, bugun 11-kun. Qanday o'tdi? Qiyin bo'ldi. Boshida xato qilib qo'ydim, ya'ni marojniy yeb qo'yibman. Shakar yo'q deb bilsam to'la shakar shirinliklardan iborat, ya'ni ximikatdan iborat ekan. Bundan ham tark qildim. Shu orada o'zimda ishonchim, irodam ozgina bo'lsa-da oshdi. Ya'ni men qila olyapman degan narsa. Va boshqa ishlarda ham xuddi shunday bo'ladi endi. Ya'ni bir narsani boshladim, qila olaman degan ishonch bo'lsa, odam harakatdan to'xtamaydi. Hozircha shu kitob o'qish har kuni kanda bo'layotgan yo'q, o'qilyapti. Yugurish, mashq va shirinliklardan voz kechish. Qolganlarini keyin asta-asta amalga kiritamiz.